Hə, bopdu. Bulardan ötdük. Qoy buni. Talada nima yangiliklar bor? G'ulja va ruslarning besimi oldida bizninkilar yo'l qo'yishga majbur bo'ldi. Chunki partiyamizning ichkiridagi vaziyati bak yomon. Umumyuzlik mudofaa holatiga tushib qopti. Mushundaq umumiy passiv vaziyatda ili tarafning urush qo'zg'ishining oldini olish uchun ba'zi yo'l qo'yishlarga majbur bo'lib qolgan o'xshaymiz. Mas'ud apandi raislikdan qoladigan bo'ldi. Burhan shahidining rais bo'lishi haqida mishmishlar bor. Әмді, yana kommunistlarga yaxshichaq siyosat davri kelayotgandek. Balkim bu holda sen chiqib qolishing mumkin. Uyg'ur Adil ketgandan keyin bu suhbatdagi bo'lingan gaplarni o'ylab yotdim. Uyqum kamigan seri xiyollarimga kechmagan qolmaydi. Xalichamning illiq tenidagi haroratni eslashga tirishdim. Lekin bu harorat aslimamdan g'oyib bo'lishga yuzlangandek qiladi. Yana bir tarafdan uningga bo'lgan muhabbatim bilan keyin bu haq tuqqanlarimni birlashtirib tasavvur qilishga jur'at qilolmay, uni eslashdan qasdan o'zimni qochiryotamdim ya, deb gumon qildim. Qalbim goh och bo'rdek ho'kiraydi. Bu ho'kirash uni dastlab ko'rgan chig'imdagi qalbimning sadosiga o'xshamaydi. U chog'dagisi bir xil yaqinlik, lazzatlik, ochliqdan edi. Hozirqisi bo'lsa, allanimani ichimga paturamaslikdan bo'layotdi. Men uning yanimda yeniklanib yotgan chog'dagi badanining haroratini emas, aksicha uning qerib ketgan chog'dagi holatini intayin tez sur'atda qayta tasavvur qildim. Uning tallari solashgan, qo'llariga va ashu kahrivodek suzuk bo'yinlariga qeyriliq dog'lari tushgan. Lavlarining usti qo'rilib ketgan, putlari egilib, qisqirab ketgan. Eng oxirida hatto uning go'rdagi holatini, men talvilachi oshiq bo'lgan ashu badanidan yilonlarning so'ylab o'tishlarini, ko'zlarida qurtlarning mig'ildashlarini tasavvur qildim. Demak, yana necha 10 yildan keyin mening ko'ygan narsam bir cherib ketgan jasad bo'ladi. Faqat vaqt farqila uni menga go'zal ko'rsatib turgan. Men bo'lsam 30 ya 40 yil keyingi cherigan jasad uchun shuncha vala qilyotdim. Yana shuningim ihromanki, bu o'ylaganlarim qattiq yengilishdan keyinki o'z-o'zimga tasalli uchun edi. Bu qattiq yengilish epkagan mag'lubiyat azobi uttirib qo'yg'uchining yuragini qamallab olgan ichki o'yiga o'xshaydi. Uningda qilmishga pushaymondanmi ko'proq oxirgi natijadan kelgan hasrat, nadomat yoshiringan edi. Bu o'ylardan qutulish uchun Uyg'ur elib kelgan boshqa xabarlarni qaytadan varaqlashga tirishdim. Uning elib kelgan bishoratlaridagi mening erkinlikka chiqishimdan boshqasini bakmi xushallanarlik deb ketkili bo'lmaydi. Bo'libmi Uyg'urning Go'mindang tarafni partiyamiz deyishlari, Go'mindang hukumati haqida biz deb so'zlashlari g'ijiqimni keltirdi. U o'zini go'yo Go'mindang hukumatining bir parchasi hisoblaydi. Nurg'un yillar ilgari ularning madaniyatidagi insoniyatsizliklar, yovvoyilik va boshqalarni azoblashdan huzurlanishda kollektiv ruhiy normalsizliklarni bizga so'zlab bergan ho'shur hidi mushu edi. U Xitoylarning kishining aqliga sig'maydigan qulluq qarashlarini, ko'ngzining g'ayriy insoniy ta'limotlarini bizga masxirlik so'zlab berdigan ho'shur. Mana endi birdilla ashu insoniyatning eng tubki axloq mezonlarini necha ming yillab ko'zga ilmay kelgan xalqining millatchi partiyasining tarafida turib gap qilyotdi. Voy ho'shur, sening Uyg'ur bo'g'ining qani? Vaziyatning tez o'zgarayotgan zamonlari edi. Turmadan chiqishga bo'lgan tashnoliqimdan ho'shurni kutib ko'zim teshilgidek bo'lgan edi. Uningdan umid berguchi shapilarni anglashga tashna edim. Ho'shur yangi yilning 5-ida keldi. Salom soatlardan keyinlar quruq takallub gaplarni so'zib o'ltirmay, sho'ruqliqcha to'mtaqliqim bilan darhol qiziqishlarimga o'tdim. Talada nima yangiliklar? Kutilganidek Burhan rais bo'ldi. Isoning bosh kotibligi tugashi bilanla mening kotibligim tugadi. Muallimligimda qoldim. Xo'sh, biz biladiganlarning ishlarida nima yangiliklar? Burhan rais bo'libla Abdurahim O'tkir bilan Po'lat Qodirini Shinjang gazetidagi vazifasidan qoldirib o'tdi. O'rniga Ashur Ali degan birini qo'ydi.
Muhammed Emin Buğra bolsa Ashur Alini vazifasidan qaldırıp Burhan bilan qeyrishib qaldı. Qurban qo'day chiqarayotgan Yalqin gazeti taqib etildi. Uni Sovet düşmanligi teriydi, davlat munosabatini buzyotidi deb jinoyat artdi. Haji Yaqub Aqsuga ketgandi, Burhan uni chaqirtib, Xinjiang gazetiga uni qo'ymoqchi bo'pti. Ammo u rad qilganmish, uning o'zining deyishicha. Ammo Haji Yaqubning deganlariga ishonish tas. U sizlardan birigu, nimishga unga ishonmaysan? Dedim qasdan. Amaliyotda ziyolilarning hammasila Haji Yaqubga ishonch qilmaydi. Buning eng ko'zga ko'ringan sababi uni onasi Xitoy deb badanimizda kelishadi. Shundaqdek qo'qiladi. Ammo shu Xitoyning bolasida Uyg'ur Odil deb kelgan bishoratlar rost bo'lib chiqdi. 1949-yilning 5-ida mendek siyosiy jinoyatchilar yana bir qaytim ozodlikqa chiqdi. Bu ish Urumchida shundoq bo'ldi. Boshqa joylardami shundoq bo'ldimi, bir nima deyish tas. Chunki Urumchida ruslar G'o'lji tarafning ko'zi bo'g'ashqa, bu yerda ko'z bo'yash xarakterida simovollik qo'yib berishlar bo'lishi mumkin edi. İsa'ning bosh kotibligi tugash bilanla Uyg'urning Isaga xususiy kotiblik ishimi tugagashga, uning holida ko'rinarlik o'zgarish bo'lgandek bo'ladi. Shuning bilan biz yana gimnaziyada birga ishladik. Manga yana institutdan taklif keldi. Jahon tazim qalaymigan edi. Ko'ch-ko'tangdagi gap-cho'chaklar to'limi murakkab edi. Gomindang hokimiyatining sanoqliqli kunlari qolganligi haqida gaplar xili kuchli edi. Shunglashqa kommunist mafkurasidagilar xuddi o'zlariga tang etayotgandek terisiga patmay qilishyotdi. Gomindangchilarning beshi tushibli ketgan edi. Yalqin gazeti taqib etilgandan keyin Oltay nashriyati Yurt gazetini chiqarishga boshladi. Bu gazet ilgari Mas'ud apandining boshchiligida Nanjingda nashr qilingan. Shu chaqda markazning ruxsati bilan chiqqan edi. Mas'ud apandi gazetning ruxsatnomasini helimi saqlab yurgachga, Burhan hukumati bu gazetni taqashga chorasiz qoldi. Bu mezgildagi nashriyatlarda Uyg'urlar xuddi it talishiga o'xshash holda edi. Sovet parastlar, kommunist parastlar, uch maslakchilar, yerlik diniy guruhlar, tarafsiz mustaqillik xohishidagilarning qalam ko'rishi avjiga chiqqan edi. Sovet parast kommunistlar qarshi tarafni jahongirlarning gumashchisi, g'olchilar deb tillaydi. Uch maslakchilar ularni qizil podshohlar, rus malaylari deb haqorat qiladi. Mening shuarim bir xil bo'lg'ashqa, men hech tarafga oid bo'lmadim. Shunga har xil gazetlarda har xil taxallus qo'llanib maqola e'lon qilatdim. Maqolalarim taraflarning jiddiyligi munosibatsiz holda vatan, millat temalaridagi o'zgarmas qimmatlar haqida bilim xarakterida edi. Xuddi birlashma hukumat davrida ikki taraf o'zlari tarafga tortishga uringandek, shu andimi taraflar meni bo'sh qo'yishmaydi. O'z tarafiga qo'shilishga, o'z mafkuralarini qabul qildirishga harmaytolmay g'ayratga o'stishdi. Men o'xshashli bir gapni takrorlaydim. Matbuotda oshkora kommunist mafkurasidagi narsalar ko'rilishga boshladi. Uyg'ur bilan Rahimning deb berishicha, Isa apandi Amerika konsulligiga berib yordam talab qilibdimish. Amerikaliklar Yaltada ilingan qarorning to'g'ri ijro qilinishiga nazorat qiladi ekan. Xitoyning zamin butunligini saqlashga va'da qilgan bo'g'ashqa, bundaq bir harakatga yordam qilolmasmish. Ammo Isa apandi Gomindang istixboroti tarafidan ta'minlangan uchurlarga ko'ra, muavin konsul Douglas Seymour Mackernan asli Amerika markaziy istixborot agentligining jasusi bo'lib, muavin konsul nomida Urumchiga avatilgan. Asli vazifasi Sovet ittifoqining yadro plani haqida axborot to'plash edi. U konsul John Pakiston 1949-yili noyabrda Urumchidan ayrilgandan keyin Amerika konsulxonasini yig'ishtirishga mas'ul bo'lib qolgan. 1952-yili aprelda Urumchidan ayrilgan. U Himalaya orqali Hindistonga o'tishni nishon qilgan edi. Ammo 29-aprelda Tibet chegara qorovullari tomonidan etib tashlangan. Abdurdin. Ammo Isa apandi Gomindang istixboroti tarafidan ta'minlangan uchurlarga ko'ra, muavin konsul Douglas Mackernan Osman Islomning lageriga borganligi
va yanida elib borgan oltin va radio stansiyasini Osmonga berib kelganligini biladi ekan. Shunga Amerikaliklar Osmonga yordam berayotgan turuqliq bizning talabimizni nima ishga rad qiladi deb xafa bo'lib ketganligini so'zlab berdi. Ana shuningdimi bir haqiqatni tushunishing kerakdi, Uyg'ur, dedim men. Amerika Osmonning milliy mustaqillik ruhini yaxshi ko'rib, yordam berishni loyiq deb qarabdi. Sening raislaringning taslimchilik tutumi ularga yaramasi kerak. Uyg'urning rosa achchiq keldi. Kommunist Xitoy armiyasi Xi'anni ishg'ol qilganlik xabari kelib uzun o'tmay 1949 mayda Kuomintang hukumati G'arbiy Shimol militaristi Tungan Mabofangni G'arbiy Shimolning harbiy ma'muriy amaldorligiga muvaqqat tayinladi. 7-oyda rasmiy tayinladi. Uning jiyani Ma Chungshang Urumchida general edi. Bir kuni Rahim bilan Uyg'ur kelib mening yotiqimda o'ltirib, oqshomgacha vaziyat haqida paranglashib ketdik. İsa Efendi'nin deyişçe, dedi Uyg'ur. Merkezi hükümet eğer komünistlardan yanıldığanlıqıga közü yetken takdirde, vatanimizni komünistlardan ibaret bu azali ve ebedi düşmeniga qaldırğandan göre, mana sana degan taklitde müstaqilligimizni berib etishi mumkinken. Bu mazmun uchun İsa Aliptekinning Asr Sharqiy Turkiston uchun nomli kitobi 521-betga qaralsin. Abdordin. Poxni yapsan, uxlamay tush ko'ribsan, dedim o'zimni tutanmay. Ularning buncha vala hammaqatligini hech aqlimga sig'dirolmaydim. Ular degan Harvudda toshqon oladigan Xitoy, esinglarda bo'lsin. Biz oylanbash Uyg'urlardek hamoqat muhaq. Mapko'rilarni deb milliy manfaatni qurbon beramdi. Bundaq poxni biz yeymiz, biz. Ikkisi jim bo'lib qoldi. Ammo bu ularning qoyil bo'lganlik emas edi. Biz haq hamon shundoq. Qarshi qo'yg'idek gapimiz qolmasimi qoyil bo'lishni, e'tirof qilishni xohlamay, gadanning qattiqligini qilib, hech asossiz holda o'z xatomizni turaveramiz. Yana shu Uyg'urning elib kelgan xabariga qaraganda, İsa Efendi bir hay'at bilan Lanjo'ga berib, Mabofangning yangi mansibini tabriklab keladi ekan. Asli maqsad bo'lsa, bu bahoni bilan berib, uningdan kommunistparast tavsiyani amaldan qoldirib, jiyani Ma Chungshangni uning o'rniga tayinlashni. Kuomintang askarlaridagi qurollarning yerimini yerliklarga berishni. Shunday qilib, kommunistlarni Sharqiy Turkistonga kirishdan to'sashni talab qilmoqchi ekan. Agar Kuomintang Tayvanga chekingan taqdirdami, Sharqiy Turkiston kommunistlarga emas, Tayvandagi Kuomintangga qarashliq muxtoriyat bo'lib qolgan degan umidlarini bildirib, uningdan yordam so'ramoqchi ekan. Men bu talablarning bir ijobiy natija berishiga ishonch qilmaydim. Tili birning dili bir deb bika etmagan. Til birligidan muqarrar holda bir hissiyot birligi, taqdirdoshlik tuyg'usi shakllanadigan gap. Dal shundaq bo'lg'ashqa, Tungallar Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini yiqitishga xizmat ko'rsatmadimi? İsa Lanjo'ga qarab yo'lga chiqish oldida Oltay nashriyotining mudirligini Hoji Yaqubga berib ketmoqchi bo'lgan edi. Ammo Ibrohim Muti o'zining muavin mudirligini berishni taklif qildi. Chunki u Burhan rais bo'lgandan keyin institutga muavin mudir qilib tayinlangan bo'lg'ashqa, xizmati bak besiq bo'lib, Oltay nashriyotining ishlariga qarashamay qolmoqda ekan. Shuning bilan bu taklif birdek qabul qilinib, Hoji Yaqub Oltay nashriyotiga muavin mudir bo'ldi. Ammo Hoji Yaqub keyin bizga Ibrohim Mutini datlab, Ibrohim degan adash ajoyib puxtujimi? Doimli to'pondan kelayotganini oldin bilib oladi. G'achchida o'zini qashqa elib, o'rniga boshqa birini turg'izib qo'ya oladi, dedi. Nemishki mushu taklif va muzokiralar bo'layotganda bu gaplarni qilmadingiz, qabul qilmasangiz edi. Cho'ng odamlarning oldida sat turmasin dedim. Qabul qilmaslikmi yuzim chidimidi. Vazifadan qochgandek bo'lib qolmay deb shu. Undaq bo'lsa, yana shu cho'nglarning yuz xotirasi uchun bu gaplarni har yerda deb yurmang. Bu mezgilda Abdurahim o'tkirmi to'pon o'tib, jahon suzilgicha, o'rdiki o'rdak, g'ezi g'az bo'lib ayrilgicha biror xato sabti ko'rinib qolmaslik uchun qiziq qozonning beshidan ketib turay dedimi, 3 turponga ketgan edi.
Uning ketishi haqida yana Hoji Yaqub o'z mulohazasini shu taqlidda bayon qildi. Abdurahim O'tkirning ota-onasi Atuşdan Qumulga ko'chib ketishdan burun 3 turpanda yer zamin, uy-joy setib olgan bo'lib, uning dadasiga tava mulklari helimi bor edi. İsa Lanjodan 3-sentabrda qaytib keldi. Uning elib kelgan xabarlarini menga yana Uyg'ur elib keldi. Gomindan tugashgan o'xshaydi. Shundaq ahvoldimi, ma'bufang bizga yordam qilishga ikkilanibdi. Hatto Tayvanga qaraydigan oliy muxtoriyat bo'lish haqidagi talabni markazga yo'llamasdan bir nima deyamayman deb turib elib, markazga telegramma bilan bildiribdi. Kelgan javobda aniq qilib, har qanday tipdagi muxtoriyat avtonomiya deganlarga yo'l qo'yishga bo'lmaydi deb rad qilibdi. Shuning bilan Isa apandi umidsizlanib qaytib ketdi, dedi Uyg'ur. Men uningga o'tganki, gaplar uchun ha, qandoqken degandek taptanlarda bo'lishni loyiq ko'rmadim. Faqat apandilar biror boshqa tadbir o'ylashyapti yoki taqdirning shamili qayoqqa tashlarkan deb kutib yotdimi? Ma Chingxiang bilan ko'rishyapti, nim bo'larkin? Ma Chingxiang qatorliq hukumatga sodiq generallar isyon ko'tarishni deyishyapti. Ular Tavsiyo, Burhan qatorliq 70 kishilik bir o'lim tizimligi hozirlagan bo'lib, ularning plani bo'yicha darhol mustaqillik jakarlab Muhammad Emin apandini rais qilish, harbiy huquqni Ma Chingxiang tutish, darhol askar to'plash qatorliq ishlarni muzokara qilishibdi. Uchun İsa va Muhammad Eminlarni maslahatga chaqirib, hukumatga sodiq 150 ming kishilik bir qo'shinning hozir ekanligini, yana yerliklardan jiddiy askar to'plab qurollantirishni aytibdi, deb gap qattirihim. Yana Qutubida bir harbiy maktab qurib, darhol bir necha yuz ofitser tarbiyalab, ondan yerliklardan bir diviziya tashkil qilish niyatimi bor ekan, dedi Uyg'ur. Bu muzokaraning oxiri nim bo'pti, dedim Tungan generalning maslahatiga qiziqib. Urumchidan chekinib chiqib, barliq kuchni to'plab, janubni saqlab qolish. Buning uchun Arg'ubuloq tog'larini mudofaa liniyasi qilish, bosh agimni ikkinchi mudofaa liniyasi qilish. Mana bu yerda kommunistlarning istilochi armiyasini to'sish qatorliq planlarni o'ttirg'a qo'yibdi. Apandilar nima debdi? Apandilar, biz urushga qarshimiz. Kommunistlarni to'sib olgan taqdirdimi, ruslar ustimizga g'o'ljidagi milliy armiyani avatidi. Uyg'ur qani to'kiladi. Biz buningga chidab tura olmaymiz. Natijasi ko'rinib turgan bir urushga qarshimiz, debdi. Yana Gomindan 3 million kishilik armiyasi bilan to'siyolmagan kommunist armiyasini 150 ming askar bilan to'sqili bo'lamdi. Eng yaxshi chora yurtni tark etish, debdi. Qimmatlik Uyg'ur qani, deb vaqirib etdim men. Nima demoqchisan? Deyishdi Uyg'ur bilan Rahim tangla. Ularning ko'nglida o'z apandilarining qarori mutlaq to'g'ri, har qachon dono edi. Shunga mening bo'sh qo'yitishimni masxaramikin deb sezgulik bilan tangla tarafdorlik bildirishga taqtirishyapti. Vatani uchun to'kilsa, Uyg'ur qani bekomi ketmasdi. Allah'ның oldida darajasi yuksak shahidlikka noil bo'ladi. Men ansiraymanki, uningda jiqroqqan o'z uyimizda, zindonlarda, ish yerlarida, jazo lagerlarida oqidi. Ham bunisi texmi behuda, texmi foydasiz. Avusida hech bo'lmasa bir Xitoyni o'ltirib o'lsan, keyingisida Xitoyning burnimi qanimaydi. Ammo bizlardan lakmanga chivinchilikmi qadri bo'lmay, izdiraksiz, nom nishonsiz tugaydi, dedim. Nemish qo'ndaq deysan? So'radi Uyg'ur. Sizlar kommunistlarni bek yomon, bek eski demamdinglar. Tushunmayli deganmidinglar? Kommunistlarning kitoblarini o'qib beqibroq degan bo'lsanglar, bu gapimni tushunatdinglar. Kommunist degan fashistlardimi vahshiyroq? Buningga Xitoy vahshiyligi qo'shilsa nima bo'ladi? Natija aniq turmamdi. Sharaflik o'limni rad qilsang, sharmandalarcha o'lishni tanlab olgan bo'lasan shu.